Tamam, şunda oxşağanda qildi. Tillaxon! Alimjon balım! Bu ishni yo'g'on ichib qo'yib, nima ketgandi bu qo'shna? Voy Tillaxon! Voy! Ovozini qo'yib, yerdan anglayapti-da qo'shna. Voy mana. Voy! Kelsa. Voy yaxshilar. Alimjonni ketdi deb anglab, issiq tamoq ekirdim qo'shnam. Voy, qo'shnam, avaribotlari. Rahmat. Qani, öykirli. Ishlik öykirli. Bo'ldi, mishakla o'tirli qo'shnam. Mishak o'tiraveramda. Alimjon ko'rinmaydi. Voy, shu Alimjon balam bugun kelmoqchikan. Shuningma etizlik kirib, o'zimiz terganma yeshib yursak, sayilning ancha-muncha bir tamoqning tayyorligini qilaydi. Qo'shnam. Voy, tova, oliy maktab tunigil manganda qilyapti. Hey qo'shnam, sizlar oliy maktabda shunday yaxshi o'qiday degandilar. Ayni vaqtida oliy maktab imtihon bergandimi, noy bo'yicha birinchi ulab, ma bizning yurtimizga shon-sharaf keltirgan emasmi qo'shnam? Qo'shnam, noya emas, viloyat sizlar. Ko'rsakmisan shu bolalarning rizqiga? Voy, deganlar kelsin iloyim. Shu balam, shu oliy maktabdimi-ku? O'qish mukofot puli deganda aytavor, hukumatning pulidan yo'qmadi. Voy, yaxshi o'qdi qo'shnam. Tillaxon, bu bolalar shunday yaxshi o'qigan ekan, Urumchida qilib qolar qachon? Voy, shunday o'qigan bo'lsa, bek obdan bo'ldi. Menmi shunday o'ylayman. Lekin zama bizning bolaning dadisi. Sen bolaning beshini og'ritma, bolamizga besim qilma, bola yo'lning yo'lini o'z tanlasin deb mushu gap chiqdi, ketishdi shu. Nerlar o'laydi o'yjam. Qo'shnam, Qodirxonga obdan gap qilib, gap kirgizlar. Bolachi Urumchi chuqur qilib qolsin. Bas. Oldin qapti men shagi singlimning uyiga borgandim. Helimga uchrab qoldi qaraslar. Qaysi helimga? Voy, ana kichik vaqtimizda boshaq berib o'ynaydigan helimga. Voy, nima ish qilibdi? Gapning qizig'ini endi qilib bermaysiz, qo'shlar. O'tpaslar. Qaraslar. Uju, helimgil asli sakra tamiri deb bir oshxona ichibdi ekan, botir shunda ishtikan qaraslar. Onun aşkınsı nima ekan bilaman. Voy tova, onun aşkınsı biz kichigimizda jiq deb yuribgan. O'mach yo'ldan qal to'g'rab etgan nihoyishni o'tirib, shunda ishtikan qaraslar. Voy tova. Voy, uni cho'taba isil mashinalarni haydab kelgan. Nobella, pakiz rakib kiyingan boshliq kadrlar. Voy, yana kichik vaqtimizda başlangıçta boynumuza almaydigan taqaydigan galastikni hozir qishlab yurgan esil sifatli xiyolilarga mana ijro tutib yeydigan qo'shnim dedi. Voy shanlardanlar. Voy ziyolilar deslar. Ziyolilar. Meni qo'shlarlar. Voy erchilab turib yemdik. Tova. Hem qo'shlam yeni bir ish qilsa. Gelip herin bunun bir mühtip qolgan bir kasalman onisi botigi. Voy boti. Uni ish qilib Urumchidamga cho'ng bir shayga opirib, davoltib saqaytib ketgan. Shunda chiroy bo'lib ketib qarasam. Voy, eliq 70 yoshlik mo'may, eliq cho'ng shay 20 yil turmaychi, 40 yosh cho'kam aylanib qolibdi. Nima? 40 yosh. Boshqadan bilmaydigan gibi yo'q. Qo'shlar, men gapimga ishonmay o'taman, men o'z ko'zim bilan ko'rib keldim deyman. Rasman. Voy, hey qo'shlar. Sizlar biz mashina cho'ng shaylar yashagan bo'lsak, men hozirgidek burishib ketdim. Voy, bu bizning shutdan, mishta atlab chiqib ketgan xalqning hammasi pul tepib, beyib, chichiga choyib tutsa, qo'shlar. Shu deyman, qo'shlam, sizning bolalar oliy maktabda shunday yaxshi o'qigan ekan, Urumchi cho'qim qilib qolsin. Qodirxonlar ishkilarmi Urumchidek cho'ng shayda bolalarning rohatini ko'rib yashashmamni deyman. Voy, shunday olgan bo'lsak yaxshi bo'ldi. Sizlarga loyiq bir asaldan gap qilgan qo'shimcha. Rahmat. Voy, qaraslar, mush kentimizdan noyiq bo'lsak, etigan qoq saharda chiqsak, kech o'g'an aram berib olsak. Bu jahonning ishlari nerede? Sizlar bizlarda Tillaxon. Aydınız ko'ramiz bu saray qiyomatda otanizning qabrisini o'g'ri elib oldiganday. O deganlar qo'ra. Va shu
Aytma, müddətlər, sınım o əldir bilsən. Mən o edən gidək. Ma bak, Koracayla erişim setir. Vay kitire bu saray kıyamettin. Kitire? Rost kitire? Vay kitire? Ya Allah Esalxan. Vay Esselamualeykum Sadrazam. Kəlgən misinlər? Oy, Otasla. Esalxan. Hadi bir dəbbasla. Biz bu Koracayını setib bitib. Bu atobollarımızın bizi qalğan təvərik isim zimini taşlap nəyini kitəmiz? Nələr görə kimlərdən panahlıq izləb yürəmiz? Dəbbasla. Mən bir anlatayım. Vay Qadraxon, çox şey degan qarıslar. Oy. Esalxan qani bir dəbbasla bir anlatmaq edeyim mən. Qoşlar, mən çıxıtlam kirək. Nə alaydı kirmə? Otamay. Rahmat. Oy, dadisi. Vay, menda öy kirgen mehmanға sert tumandı o, sert adamken. İyi ağzı əsəldən o xotun yani öyge əkirmilə. Nemimi təlim alay degensin la? Vay, təlim alay demedim. Şu Ürümçideki oğlumuzni aşı okuş bittəgəndən keyin qarısladır. Bunda Ürümçide qayıp qaldığı işini məqsətlişib bunda bir. Hey! Yiyiş toqam bir. Aşağı kelip çıksam ne verilir? Yani şu demse, ha? Sen qara, ben sana kan çıktım dedim. Bizim balımız Ali məktəbdə oxudu degenlik, o çoxum Ürümçide qepqamız bombaydı degen gep emas, ha? Senin oğlu biz bağı qara, şu bir qarı dixan bu. Bizning qo'limizdan yaterishdan boshqa nima ish keldi? Ha? Elmo, sening bilan biz kelamiz. Qo'lida puli bor, amili bor, ni odamlar. Shu bolalarni oliy maktabda o'qitib, Ürümchida qoldiramagan edi. Endi sening bilan biz bir qoldira olamizmi? Hey, hozir bog'o, bu partiya, hukumat yaxshi siyosatlarni o'tirib qo'ydi. Şu Ali maktab o'quvchilarni yezlarni yuzlantirish kerak deb, mushunday yaxshi tashabbus qilayotgan edi. Endi bak balimiz qaytib kelib, bizning yezning ishini qilib nima bo'pti? Tova. Bizning balimizdek oshimliq yaxshi qilgan bal qilib qolmasa, qanday bal qilib qolgan o'shada? Tova. Silchi bo'lsa, osh balni yondirib akibilib, o'zirdek dihon qilmoqchimi? Menchi bunga rozi emas. Menchi balam ara o'qitdim oliy maktabda. Tova, magidni. Bak xotin, yana desa, yana deydi ekansa. Maqara, balimiz kelsa, yana kotildan urib, uni beshini ag'ritib, besim qilib qo'ymoqchimi? Tova. Men anladım. Nurgullar ata-onalar bolalarni oliy maktabda o'qitib, shu Ürümchida qoldiramiz deb. Hozirgacha biror xizmatga erisholmay, o bu yerlarda shu bekor ishlayotgan bolalarni jekkan bu. Bo'ldi, bu yerda talashmaylar. Bolamiz qaytib kelsin. O'zining og'zini anglab, anoniki bir narsa demaymizmi? Shundoq qildi. Eshildimi ya, beka bola qaytib kelib qolsa, yana nima michilligini ko'rib, men keldim. Oy, bolang. Olimjon, keldim bolam. Dada. Oy, bolam. Keldim bolam. Yaxshidan bolam. Dada, qanday bo'lasiz? Yaxshi bolam, kira. Ana. Keldim bolam. Senin bolam. Salomat keldim bolam. Yaxshidingizmi ana? Senin bolam. Yaxshi keldingmi? Ha, rost. Ben teşekkür eshikimni akirolay. Ha? Bolam, nima sen Bo'ldi dada. O'zim kirma. Çay, Ahmet. Çay tayyorlang. Çay. Bolam. Çay. O bola nerede? Olimjon. Ben bunu götürüş bile bolam aka. Ajab so'ng sanduqqa kelibsan sen. O'tir. Bolam, o'tir. Kela bolam. Ana. Bolam kela. So'ngkilarimni elib o'tay bolam. Bolam hamay sharjimay kelgansa, çay. Ana. Bolam, Sizlarni ko'rgim kelib, ko'zim to'rt bo'lib ketdi. Bolam, biz şu. Har ana. Sizlarga ozroq bo'lsa-mu sovg'a oldim. Endi men o'quvchi, jip yaxshi narsalarni ololmadim. To'g'ri tushuninglar. Ana. Men sizga olgan bir yog'liq. Jinim bolam, rahmat. Dada. Uydagi radiolim ko'nrab qoldi degantingiz. Buni sizga yenidan oldim. Rahmat bolam, rahmat. Jinim bolam, rahmat. Bolam. Burun kelganda biroz so'mdim ketirib keldim. Bu qatim ajab jiq narsalar kelibsan bolam. Ha? Ana. Men oliy maktabni bitirib, yenib keldim. Nima? Bolam?
Şunda Mektebi tutuyordun mu? Mübarek olsun valla mübarek Rahmet olsun. dada, rahmet. Mübarek olsun. Bitirip de vay canım bana mübarek olsun dadisi. Balımız okuş bitirip kayıtıp gel. Şunda. Balam. He? Kayıtıp geldim degenin nemisi. Ana, Ali mektep okushimni a'lo natijadan bitirib, biroqli inib keldim. Ha? Men oliy maktabni bitirishdan burun bir necha cho'ng shirkatlar maktab tashkilidan meni so'rab kelgan. O chaqda maktab meni o'zi olib qolmoqchi bo'ldi. Uningdan boshqa yana bir necha shirkatlar menga yuqori maosh berib, ishlab turishimni talab qildi. Vay canım balam. Vay akıllı balam. Buyur. Yaxshi bolam, yaraysan. Anasın kanın düşündüğün balam. Canım Anamning balam. ko'ngli chiqarganda bo'ldi. Kile balam otura canım balam. Neke otura. Seni çok obdarak bir Aşağı kalayla, anası aşağı kalayla. Ey dadisi. Karangla. Seni yukarı meldiki, tövenki meldiki. Hem uruqtu kalığı. Maqul, aşağı kalay. Neke hocam başta eğilik girip karpaklarını bu kızlar bir Bo'ladi. Dada. Ma mening gapimning oxirini bir anglab yetinglar. Da bolam, da. Men o'qishimni bitirib, maktab tashkilidan yurtimga qaytib ketaman deb o'zim talab qilib, rasmiyatlarimni yo'tab biroqni inib keldim deyman. Ne dedi? Inib keldim deyman. Senin balam aşı cennetteki bir çok şehrini taşlap yenip geldim dedi ama. Ha? Tuva ama bana ne? Nurgun adamlar otaz kopsa, ma okuluda düşürdü ma aşı çok şehirlerde kıpırlısını arzu kıvasa, ma balanım yenip geldim deginin nenisi. Tuva. Ana, canım ana. Benim qaytib kelishimni faqat xohlamabdingiz. Voy xalımaydigan iş yok canım balam. Qaysi ata ana farzandlarim o'zi yenida turishni xalamaydi deysan. Ba anamning yurkiga bir tushunib boqsam bo'lmamdi jinim balam. Vay mening demoqchi bo'g'lim, ma dadam ishkimizdek bir umr mushu chet yezida jabata atib qolmasin. Seni bo'lsin o. Aşı çoğun şehirlerde şu yaxşı sharoitli yaxshi kun ko'rarmikin deyman shu. Ko'nglingizni tushunaman. Ana, keling. O'tiring ana. Ana, jinim tatliq ana. Dastlab sizning orzuyingiz bo'yicha haqiqatan Urumchida qilishni o'ylagan. Lekin yurtimga bo'lgan mehr muhabbatim sizning bu orzuyingiz ustidan g'olib keldi. Dada, men Mushkatdan chiqqan birdan-bir student. Kentimiz Noyi bozorga 180 kilometr keladigan mana shu jiroq yerda turyapmiz dada. Bu yerga nurg'un bovoy mo'maylar qatnash qiyinchiligi ham nomratlik sababidan o'z noyisidan bozorni ko'may turib qerib mo'chib ketibdi. Kentimizga 3000 ga yaqin dehqon chorvachi yana shu nodonlik, yana shu nomratlik sababidan viloyat noilaning nuqtaliq yordam berishi ham qutqusi ostida oromli turmush kechiryotdi. Men bu yurtning tuzini yeb suyini ichib cho'ng bo'lgan. Amdilik ko'z oldimdagi mana shunday ochiq reallikni ko'rib turib, Urumchidagidek cho'ng shaharda qolaman desam, men buni to'g'ri ko'rmadim. Tova, jinim balam. Oliy maktabda o'qib, ajab kam qo'sa qolib ketibsan. Hey anisi, balaning gapini bo'lmay. Uni so'zligini qo'ya. So'zla balam. Dada, men oliy maktabga borganda sizning manqan har bir ig'iz so'zingiz hozirgacha yodimda. Shu chaqda siz menga o'g'lim, odam faqat erish uchun yashamaslik kerak. Qurban berish bilan, badal to'lash bilan o'z qimmatini topadi degandingiz. Hozir hammaliyatda sotsialistik yangi yezi qurishni qo'llayotdi-ku. Shunga men mana mush kindek qenim to'kilgan. O'zim o'sib cho'ng bo'lgan ona tuproqimga mehr muhabbatim bilan bagini keldim dada. Ana, sizlarga meni yana bir qatim qo'llashinglarni umid qilaman. Yaraysa o'g'lim, yaraysa. Barakalloh sening aqlingga. Olimjon, bu yoqqa kela o'g'lim. Men sana obdaroq bir qarab olay. Anisi,
Biz bir oğullan emas. Haqiqiy bir oğullanni beqibdik. Balamning bayatdan degan gaplari menga qattiq ta'sir qildi. Rastaysiz oğlum. Rastaysiz. Demisimi? Nurg'unlagan odamlar o'zining kichkina manfaati, shu ozgina xushalligini da yurtlarini tashlab ketsa. Pul topgan, aql topgan shu odamlar cho'ng shaharlarga berib yig'ilib olsa, u chaqda bu bizning yezimiz, bu kentimiz texmi nomrod, texmi nodon holatga kelib qolmadi. Bola, ajdodlarimiz bizga bilginingni eldan oyma, tug'ilgan yeringa tug'ingni tikla debdikan. Qaytib kelib yaxshi qilsa o'g'lim. Rahmat sening insoningga. Dada. Ana. Balam. Meni kechiring ana. Sizning orzularingizni amalga oshirolmadim. Canım balam. Kechirim so'rashining hojati yo'q. Canım balam, ana. Ana. Bu mening qo'sqimdek ichib ketdi deymi? Canım balam. Qarama anamni. Buni ben hozirni kerak. Sen tamak qil. Balam. Balam. Dada. Biz kelib haliqa qarpaqlarni so'yib chiqaylik. Yuring dada.